Uyghur ئاگېنتلىقىنىڭ ھۇزۇرۇڭلارغا تەييارلىغان بۇ ھەپتىلىك ئۇيغۇر خەۋەرلىرى تۆۋەندىكىچە. رېيتېر ئاگېنتلىقى دۆلەت بىخەتەرلىك مەسلىھەتچىسىنىڭ ئامېرىكا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلغانلىرى ئۈچۈن خىتايغا جازا يۈرگۈزۈشكە تەييارلىق قىلىشى كېرەك دېگەنلىكىنى ئېلان قىلدى. Biden'ның dövlət bexatarlik məsləhətçisi Jack Sullivan cümə günü bunlarını bildirdi. Amerika Xitayning Şərq Türkistandakı Uyğur musulmonlari ustidagi qilmish etmishləri, Hong Kongluqlarni bostirganligi va Tayvanga qilgan muomalasi uchun qattiq jazo yurgizishga tayyorlik qilish kerak. Xitoy bir tarafdan Biden hukumatiga yumshoq ko'rinib, Amerika bilan davomli to'qinishning oldini olishga tirishgan bo'lsa, bir tarafdan Amerikaning Uyğur masalasiga aralashishni qattiq tanqid qilmoqda. 28 yanvar Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning yangidan vazifaga o'ltirgan davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Xitoy Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Men buni irqiy qirg'inchilik deb hukm qilaman degan so'zni tanqid qilib, Amerikaning bizning ichki ishlarimizga aralashish huquqi yo'q. Bu yerda irqiy qirg'inchilik mavjud emas degan edi. Jack yana mundaq dedi: Amerika bu ishlarda nihoyat aniq va izchil bo'lishi kerak. دوغۇ پىرىنچەك خابەر تۈركتە نۇرسمانگۇل ئابدۇرشتنى ئەلقائىدە ئەزاسى terrorist dedi. Türkiye'nin hükümet taraftarı bo'lgan eng cho'ng taratqulardan biri Xabar Türk 29 yanvar ilib bargan televiziya ziyoratida Xitoy parastligi bilan tanilgan Vatan partiyasi lideri دوغۇ پىرىنچەكning Uyg'urlarga qarshi so'zlariga alohida, hatto qayta o'rin bergan. دوغۇ پىرىنچەك so'zlarini qayta ta'kidlab, partiyaning yig'inida so'zlagan u xonim Uyg'urlarga vakillik qila olmaydi. U xonim Amerika Xitoyga qarshi qo'llangan BDT va Turkiya terrorchi deb e'tirof qilgan Sharq Turkiston islom harakatining bir a'zosi, terroristdir degan. Xabar Turk riyosatchisi Hülya Kökenli دوغۇ پىرىنچەككە berilgan vaqtni udan necha qitim so'zgan. Boshqalarning so'zlarini bo'lgan, yetarli vaqt bermagan. Hülya Kökenli hatto 3 qitim u xonim Uyg'ur emas deb takrorlagan. دوغۇ پىرىنچەك yana so'zlarini yig'inchoqlab mundaq degan: So'zimni qayta ta'kidlayman. Partiyaning yig'inida so'zlagan u xonim ئەلقائىدە ichidagi Daeshga qo'shilgan. Daeshga qarshi Fırat qalqini harakati jarayonida Turkiya askari Mehmetçikka o'q chiqargan tashkilotning a'zosidir. Shundaqla uning fatuvchi harakatlarida rasmlari bor. Bularning hammasini Turkiya jamoatiga sunamiz. Partiya Turkiya Buyuk Millat Majlisiga terrorchilarni qatnashtirmoqda. دوغۇ پىرىنچەك ilgari ko'p qitim Turkiyani biz boshqaramiz degan. U yana yaqinqi saylam nutqlari va televiziya ziyoratlarida partiyaga ovoz berganingiz bizga ovoz bergan bilan o'xshash. Chunki ular bizning siyosatlarimizni qo'llandi degan. Amerika Hong Konglik panohlanuvchilarni qabul qildiganligini, shundaqla Xitoyning virus tekshirishida saxtalik qilayotganligini bildirdi. Xitoy hukumati virusning manbasi haqida yolg'onchilik qilayotgan bo'lib, sayyoh tashkiloti mutaxassislari Xitoyga borgandan keyin Xitoy ularni avval 2 hafta karantinaga olgan va muzeylarni ziyorat qildirgan. Taraflar Xitoyning bu qilmishini qattiq nasr qilmoqda va uning samimiyatidan gumon qilmoqda. Amerika dövlət işləri katibi Antony Blinken Hong Kongdan qaçqan siyasi panoh tilgüçülərə xuddi Angliyaga o'xshash siyosiy panoh berdiganlik to'g'risida bayonot berish bilan birga, yana Xitoyning Dunyo sayyoh tashkilotining Wuhanni tekshirish o'mikiga ochiq oshkor bo'lmaganligini tanqid qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining yig'inida bir muxbir Amerika dövlət işləri katibi Blinkenning yuqoridagi bayonoti va tanqidini tilga olib, Xitoyning inkosi nima deb so'radi. Xitoy Tashqi ishlar bayonotchisi Wang Wenbin mundaq dedi: Aldı bilan siz tilga olgan birinchi savolga qarta deydiganim, Xitoyning Hong Kongga munosabat masalalarida maydoni izchil inoq bo'lib keldi. Hong Kong Xitoyning Hong Kongi. Hong Kong ishlari butunlay Xitoyning ichki ishi. Hech qanday chet el hukumatining aralashish huquqi yo'q. Qonunga xilof qilgan har qanday qilmish qonun tarafidan jazolanadi. Bu qonun bilan boshqarishni qo'llaydigan har qanday davlat va rayonda o'xshash. Agar Amerika taraf bu asosiy prinsiplar Amerika parlament binosida yuz bergan ishlarni bir taraf qilishga mos keladi deb qarasa, u holda Hong Kongga munosabat masalalarida Hong Kongdagi qonunga xilof qilguvchilarni qo'llagan va Xitoyning ichki ishlariga aralashgan xato so'z va xato harakatlarni astoydil o'ylanishi va tuzatish kerak. Yuqum ahvoliga munosabatlik masalalarga qarata mening sizga demoqchi bo'lganim, yuqumliq kasal portlagandan buyon Xitoy azaldan ochiq pozitsiyani saqlab keldi.
hamda Dünya Səhiyyə Təşkilatı bilan yer shari xarakterlik bu virusning izdirikini qilish jihatda quyuq aloqa va hamkorlikni saqlab keldi. Asosiy iqlim taratqullari Xitoyning qachongacha bundoq o'yin o'ynaydiganligini muzokara qilmoqda. Lager tutqunlarining yaqinlari Anqaradagi Xitoy bosh elchixonasining oldida faoliyatini boshladi. Yaqinqi bir necha haftadan beri İstanbuldagi Xitoy elchixonasining oldida oilamiz qayerda faoliyatini davomlashtirayotgan lager tutqunlarining yaqinlari İstanbul valiysining arichilik qilishi bilan faoliyatini bir mezgil to'xtatgan edi. Rezil Xitoyning so'zdan yenivilishi va iltimoslarni qabul qilmaganligidan g'azablangan ko'pchilik İstanbuldan Anqaraga qarab yo'lga chiqdi. Ve 3 fevral etigen saat 10'da Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasining oldida faoliyatini boshladi. Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan Madina Nazimi xonim faoliyat haqida bizga munolarni bildirdi. Biz Xitoy elchixonasidan faqat tinish shaklda va eng aqlli haqqimiz bo'lgan oilamizning qayerdaligini so'rayapmiz. İstanbuldagi Xitoy elchixonasi iltimoslarimizni qabul qilish niyatidan yenib olgandan keyin biz texnik bir qadam ilgirlagan holda Anqaraga keldik. Faoliyatimizga har qaysi turk taratqullari qatnashdi va naq maydondan tarqatdi. Türk saqchilari tarqalib ketishimizni aytgan bo'lsa-mu tarqalmadik. Arada tartishishlar bo'ldi, ammo biz qat'iy niyatimiz bilan faoliyatni kechqurgacha davomlashtirdik. Vatanda qarindoshlarimiz azob va xo'rliqdan o'lyapsa, biz uyimizda xotirjam uxlay olmaymiz. Xitoy taraf oilalarimizni qo'yib o'tganga qadar biz faoliyatimizni davomlashtiramiz. Bugungi faoliyat haqida Turkiyaning nufuzli gazet va torbatlarida maxsus xabarlar yozildi. Facebook ijtimoiy aloqa torlarida tarqalgan sin ko'rinishlardagi turk saqchilar bilan bo'lgan tartishishlar va oilasining millatning beshiga kelgan zulmlarni aytib, o'z maydonida cho'ng turayotgan yoshlarning ta'sirli nutqlari muajiratdagi bir ko'z yoshqa, bir ko'z qonga to'lgan Uyg'urlarni qattiq ta'sirlantirdi. Yevropa parlament a'zosi Miriam Lexmann Uyghur ayollari uchrayotgan jinsiy zo'ravonlikni qattiq aybladi. To our speaker. The first round is EPP group Madam Miriam Lexmann. Fransiya xalqaro radiosi xabar qilishicha, Yevropa parlament a'zosi Miriam Lexmann bugun Yevropa ittifoqining Xitoy jazo lageridagi Uyg'ur ayollar duch kelayotgan jinsiy tajovuzchilikqa shundaqla qo'llashlarga sukut qilmasligini va Yevropa tashqi ishlar ministrligining Xitoyga qattiq inkos qaytirib, kishilik huquqni qo'g'dash kerakligini talab qildi. Markaziy axborot agentligi bugun Angliya BBC radiosining dokladini naql keltirib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa oz sonli musulmon millatlar qamalgan jazo lagerlarida ayollar doimgidek jinsiy tajovuzchilik uchrab turganligini e'lon qilgan edi. Oshkorlanishicha, Yevropa parlament a'zolari Xitoyning bu jinoiy qilmishlari to'g'risida Yevropa ittifoqini kuchli ravishda inkos qaytirishga chaqirgan. Parlament a'zosi Miriam Lexmann xonim bugun bayonot e'lon qilib, Yevropa ittifoqining jazo lageridagi ayollarga qilgan jinsiy tajovuzchilikqa va xo'rlashlarga sukut qilmasligini, Yevropa tashqi ishlar ministrligining Xitoyga qattiq inkos qaytirib, kishilik huquqni qo'g'dash kerakligini talab qildi. U yana Xitoy Kommunistik partiyasining o'zlari sodir qilgan bu jinoiy qilmishlarining mas'uliyatini o'z ustiga olish kerakligini ta'kidladi. 3 fevral Amerika dövlət işləri məhkəməsi Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat, shundaqla irqiy qirg'inchilik o'tkazayotganligini ta'kidlagan bo'lib, bu vahshiylarcha qilmishlarning qabul qilg'usiz darajada ekanligi va kelib chiqqan og'ir oqibatlarning mas'uliyatining cho'qim surishtiriladiganligini bayon qilgan. Markaziy axborot agentligining xabariga qaraganda, Slovakiyalik parlament a'zosi Miriam Lexmann bugun Twitterda Yevropa ittifoqining bu qilmishlarni qat'iy qabul qila olmaydiganligini, shundaqla Yevropa ittifoqi tashqi ishlar va bexatarlik mas'ul yuqori darajali xodimi Joseph Borrellni bu ishga cho'qim kuchli ravishda bayonot berishga chaqirdiganligini e'lon qilgan. Lexmann xonim Xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar ittifoqining a'zosi bo'lib, izchil holda Xitoyning zo'migarlik siyosatlarini tanqidlab kelgan. 2020-yili Slovakiya Kengash palata mas'uli Milos Vitrichil Tayvanni ziyorat qilish masalasida Xitoy tarafining tahdidiga uchragan bo'lib, Xitoy chig'i hukumatiga yo'lsizlarcha besim ishlatgan. Dal mushchaqda Lexmann xonim Tayvan bilan munosabat o'rnatishning egilik huquqiga ega davlatlarning ishga ekanligini, Xitoyning ma'qulligini elish hojatsiz ekanligini va shundaqla Xitoy tahdidining qabul qilish darajasidan hal qilganligini ta'kidlagan edi.
Yuqorida tilga ilingan Xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar ittifoqi 2 fevral kuni yana boshqa davlatlarga chaqiriq qilib, Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa doir qilmishlariga jiddiy inkos qaytarib darhol tekshirish kerakligini alayida ta'kidlagan. Muhaciratdagi Uyg'urlar 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirladi. 5 fevral bo'lsa 10 minglagan G'ulji yoshları tajovuzchi Xitoy armiyasining qirg'inchi qurollariga pisand qilmasdan o'z huquqiy sharaf uchun o'rnidan dasturib qarshilik namoyish ilib borgan va tatliq jonlari issiq qonlari orqali Uyg'ur millatining g'ururini dunyoga namoyon qilgan bir tarixiy kun. Bu yil G'ulji qirg'inchiligi yuz berganiga 24 yil bo'ldi. Har yili 5 fevralda muhaciratdagi Uyg'ur xalqi G'ulji qirg'inchiligini ommaviy yig'ilish, namoyish qatorliq usullar bilan xotirlab kelayotgan bo'lib, bu yil Xitoy virusining yer shari xarakterlik ofat bo'lishi tufaylidan ommaviy yig'ilishlar cheklangan edi. Norvegiyadagi bir qism yoshlar ko'chalarda Xitoy Uyg'urlarni qirg'in qilishni to'xtat. 5 fevraldagi G'ulji qirg'inchiligini hargiz unutib qolmaymiz degandek shiorlar yozilgan taxtlarni ko'tarib 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirladi. O'xshash kunda Kanada Sharq Turkiston jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Iroq yaqindan kelgan Uyg'urlar Torontodagi Xitoy elchixonasining oldida jam bo'lib, ay yulduzliq ko'k bayroqlarni lapildatib Uyg'urlarning tajovuzchilik va qirg'inchilikqa qarshi irodasini va Xitoyga bo'lgan qarshiligini bildirdi. Qiz o'g'il yoshlarning hurmat etish avval naqar. 4 odam birga o'tirib, qaramsa avval qilmaydi. Ularga yurak yo'q. Ularga yurak. In February this year, many hundreds of demonstrators took to the streets of fevral Gulji in the kuni northwest of G'ulji'dagi 10 Xinjiang. minglagan yoshlar tajovuzchi Xitoy armiyasining qirg'inchi qurollariga qaramasdan mashrab qatorliq an'anaviy faoliyatlarning va futbol qatorliq tantarbiya faoliyatlarining cheklanishi, odam bediklarining ko'payib ketishi, zararli chekimliklarning yamrab ketishi va uning unumli cheklanmasligi, Xitoy soqchilarining nohaq odam tutib, so'lg'an, o'ldirgan jinoyatlariga qarshi ko'chalarga to'kilib, namoyish qilgan bo'lib, bu Uyg'ur yoshlarning ilib borgan tinish namoyishi Xitoy askarlarining suv chechib to'ngiltib o'ldirish, talatib o'ldirish, o'q tutib qirib tashlashda qonli qirg'inchiligi bilan oyoqlashgan edi. Qonxo'r jallodlar buning bilan bo'ldi qilmay, yana 10 minglarcha Uyg'ur yoshlarini turmalarga solab, ularning bir qismining ichki a'zolarini sug'urib ilib, xalqaro qorong'u bozorlarda sotgan bo'lsa, qolgan bir qismini qiynash, suv turmalariga solash qatorliq vahshiy usullar bilan salomatligidan tamamen ayırgan edi. Köplagan yoshlar turmalarda o'lib ketgan. Hayat qolganlarimi turmadan chiqqandan keyin uzun yashayolmagan edi. Bu kun har bir Uyg'ur uchun 10 minglagan G'ulji yoshlari tajovuzchi Xitoy armiyasining qirg'inchi qurollariga qaramasdan o'z huquqiy sharaf uchun dasturib qarshilik ko'rsatgan va qonlar orqali Uyg'ur millatining g'ururini dunyoga namoyon qilgan bir tarixiy kundir.